أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم hurmatli qarindoshlar mushu ota-onalar men telefon qilib mush bolalarni yaxshi o'qimayotidi bolam shunda o'qitib baqsam faqat o'qilmayotidi bolam o'qishni yaxshi ko'rmaydi o'yinni yaxshi ko'rdi degandek mushundaq shikoyatlar ko'p bo'lyotidi. Bizning bolalarimiz tug'ilgan vaqtida ashunda o'qishni yaxshi ko'rmaydigan holat tug'ilamdi. Hammamiz bilamiz undaq emas. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ma'rif ishxonasining statistikasida mendaq bir statistikani o'qib qoldim. Yevropalikning bolalari bir yilda maktabdan sirt 12,000 minut o'qiydi ekan. Arablarning bolalari maktabdan sirt o'rta hisob bilan 3 minut o'qiydi ekan. Yevropalik bir inson, er bo'lsin, ayol bo'lsin, yiliga 35 kitob o'qiydi ekan. Biz tilovatgan yahudilar bo'lsa, yiliga 40 kitob o'qiydi ekan. Ammo arablar bo'lsa 80 odam yiliga o'rta hisob bilan bir kitob o'qiydi ekan. Men statistikani ko'rib bak hayron qoldim. Ya Allah, o'ylab baqinglar. Bir yahudi yiliga 40 kitob, bir yevropalik yiliga 35 kitob. Ya'ni bir odam oyda 3 kitob o'qiydi degan gap. Ammo 80 arab yilda bir kitob o'qiydi deydi. Men nima demoqchi? Buningdan biz ümidsizlantirmoqchi emas sizlarni. O'zimni ümidsizlanmayman. Biz mushu orqali o'zimizning nadaligini bilib, ya'ni yaxshi bir kitob o'qiylik, o'qish o'zimizni vaqt ajrataylik demoqchi qarindoshlar. Endi ma'lum bir kitobni o'qisak, shu kitob bir insonda muayyan bir sapani, muayyan bir bilim nuqtasiga yetishtirdi bu kitobda faraz qilsak, bir Yevropalikninki ash kitobni ko'p o'qishi bilan 2300 arabga to'g'ri keldi. Bir Yahudi o'zining shu ko'p kitob o'qishi bilan 3200 bir arabga to'g'ri keldi. Buni tushunaylik qarindoshlar. Men bek hayron qoldim buni anglab. Men bu qanday bo'lib ketdi qarindoshlar? Bizning bu kuni qilishimizlik sabab nima ekan? Bizning bu holatni qilishimizlik sabab nima ekan? Voy biz kim o? Nima uchun o yahudilar yili o'rta hisob bilan 40 kitob o'qiydi? Yevropaliklar 35 kitob o'qiydi. Arablar 80 arab bir kitob o'qiydi. Shuning bilan madaniyat sapojatin silishtigan vaqtida bir Yevropalik inson 2300 arabga to'g'ri keldi sapojatin, bilim jihatdan. Bir Yahudi o'zining ko'p kitob o'qishi bilan 3200 arabga to'g'ri keldi. O'ylab baqil qarindoshlar. Arab dunyosida taxminan 960 million savotsiz bor deydi. Yani bu savadsızlık degan gap 60-yillarda o'qiyamaydigan, yozolmaydigan odamni savadsız deydi. Ammo 2000 yildan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi savadsizliklar nima deb ta'bir berdi desa, kompyuter bilmaydigan, mashina hayday olmaydigan, chet el tildan bir til bilmaydiganni savadsız deydi. Mush bo'yicha esaq, bizning axunum, mollam, ziyoli, voy palani, pustani degan odamlarning necha savadsizligi kerak. Men nima uchun bu arablarninki statistikini sizlarga deyman? Chunki biz Uyg'urlarning ahvoli arablarnikidan hargiz yaxshi emas. Ulardan nechasidan to'g'an bizningki ma'ruf bo'lgan, bilimli bo'lgan qarashimiz, tushunchimiz. Endi shu arablar o'ylab baqinglar. Agar arablar 6 milliard dollar pul xarjlasa, arabning asosi ma'rifi isloh bo'lib, xalqaro o'lchamga yetadi ekan. Lekin bu arablar shu asosi ma'rifini isloh qilish uchun 6 milliard pul chiqarmayotdi. Ammo arablarningki yilda televizorga beradigan e'longa 300 milliard pul xarjlaydiganligini o'qidim men. Faqat artistlarningki o'qigan naqshillarga xarjlaydigan pulsi 70 milliard dollar ekan.
Arablarning yiliga chekadigan tamakisiga ketadigan pul 300 milliard dollar ekan. Lekin arablar o'zining asosi Arablar o'zininki asosi ma'rifini o'ngshash uchun mana bu 300 ming dollar 6 milliard dollarni chiqaramaydi. Ammo 300 milliard dollarga tamak chekyapti. Amda demek biz bu o'zimizning ahvolini mushaq solishtiraylik. Arablar demek musulmon demek. Musulmonimiz bir tutash demek qarindoshlar. Ular bilan yetimiz bir tutash. Bizga tunji bo'lib Qur'oni Karim degan oyat bo'lsa, Iqro oyati, o'qu oyati. Hamda bu Iqroda 1400 yil burun bu oyatning nozil bo'lishi islom ummati va islom ilm ma'rifat ustiga quriladi. Iymon, xilofat, jihad hammasi ilm ma'rifat ustiga qurildi degan e'lon bo'ldi bu 1400 yil burun. Bizga 1400 yil burun Allah subhanahu wa ta'ala Iqra degani, ya'ni endi yangi bir asr boshlandi. Bu asr ilm ma'rifat asri demoqchi qarindoshlar. Shuning uchun biz mayli qarindoshlar mush dunyoda bir yaxshi keraklik odam bo'lish uchun bir bilim o'rganamiz, yo oxirat uchun bilim o'rganamiz. Men deymi qarindoshlar, sen mush dunyoda bir keraklik, bir quldun ish qildigan, hech bo'lmasa turmushini bir yaxshi o'tkazay deb ilm talab qilsang, Alloh subhanahu va taolaning yo'lida ketib qolgan, Alloh yo'lida savobli ish qilayotgan bir inson. Sen oxirating uchun ilm talab qilgan bo'lsang, sen savob yo'lda, Alloh yo'lda ibodat qilayotgan bir inson. Mayli dunyoliging uchun ilm o'rgan, mayli oxiratliging uchun ilm o'rgan. İş qilib sen to'g'ri yo'lda bir bilimlik olam bo'lish uchun ilm o'rgansan, sen Alloh yo'lda ibodat qilayotgan bir inson. Nima uchun qarindoshlar? Chunki biz musulmonlardagi butun mahkumlikning, nadonlikning, johillikni bir ziminga o'xshasak, mush zimindan butun nadon bir bilimsizlikni bir tuproq o'xshasak, butun shu tuproqni o'sib chiqqan tikan, har xil zararlik, hamma narsa, hamma yomonlikning manbasi bizi bilimsizlik qarindoshlar. Mana nurg'un qarindoshlarimiz bu ko'sani nima deb jihad to'g'riliq so'zlamaydi, nima deb so'zlamaydi, nima deb Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam jihadni zaravati sanamihil jihad dedi. İslamning eng yuqori pallasi jihad dedi. Eng yuqori pallasi degan gap ibodatning o'g'isi eng yuqori pallasi degan gap. O'g'izga baldoq bilan chiqmay sakrab chiqsang buningni yarasa, sen bilan o'xshashman bunimni yarayman desa. Ey Uyg'ur millati, butun dunyodagi millatlarning o'limalari o'qimaganlarni yetaklaydi. Ma biz Uyg'ur xalqi nima deymiz? Sen nadallar ma o'qigan o'limalni yetaklasak bo'lib bizga yo'l ko'rsatdi. Ey, sen tax ishdan kelmagan vaqtida, sen uxlayotgan vaqtida sening shu mujohid ustozlaring bizga o'qinglar, Uyg'ur xalqi sizlar bilim egallanglar. Oz deganda 20 yil ma'rif bilan shug'ullaninglar deb bizga ta'lim bergan shu bobang shu. Shuning uchun qarindoshlarimiz, men bunda degandan mujohidlarni yomon ko'rgash yo'q. Jihadsiz ish bo'lmaydi, men buni bilaman. Lekin o'g'izga chiqish uchun baldoq chiqishimiz kerak. Baldoqdan atlab chiqaman desangiz, o'zingizning bunni yarsiz, kaynidagi odamlarning bunni yarsiz, hammasini yig'ir qilsiz deyman. Mening demoqchi o'g'lim shu. Oy, sen yaxshi ko'rgan qarindoshim jannatni men yaxshi ko'rmasmanmi? Sen söygan islomni men söymasmanmi? Men 9 yoshimdan tortib talib bo'lgan bir insonman. Shuningdan biri islomni o'qib, qo'limdan kelishcha o'qitib bir ish qilayotgan, kech kunduz bu ummatimning bir izzatda yashash uchun, islomning yarisharida oliy bo'lish uchun qo'limdan kelishcha xizmat qilayotgan bir insonman. Sen bir g'imni yesang, men cho'qim yavatıman shu g'imni, Alloh guvoh buningga. Lekin qarindoshlar, mush bilim bak asos. Shuning uchun men deyman, nadonlik butun yomonlikning manbasi. Shuning uchun qarindoshlar, kunda yarim soat uyda kitob o'qinglar. Bolalaringlar andan keyin o'qiydigan odam bo'ladi. Uyinglarda bir kitobxona qilinglar qarindoshlar. Andan keyin oilaga kunda bir kollektiv kitap o'qish programmasi qilinglar. Haftada o'ltiramsizlar, 3-4 kun bir o'ltiramsizlar, o'ltirib kollektiv o'ltirib bolalaringiz bilan kitap o'qinglar. Bolalaringizga sil ota-onalar o'rnak bo'linglar. Yana bir oxirisi deydigan gapim qarindoshlar, mushu nurg'un musulmon yaxshi oqko'ngil qarindoshlar, bolalarni maktabga bermay, kichik bolani Qur'on yodlaysa deb bir o'ylarga tiqib qo'ygan, kesh yodlar deb bolalarni urayotgan, haqoratlayotgan, tillayotgan, ma bu xato qarindoshlar.
Qur'on yodlash muhim bo'lsa, buni bilib amal qilish hammadan muhim. U ballaraڭlarni ashunda qilib ilmga ush qilyapsanglar, Qur'on o'qi deb haqoratlasa, Qur'on o'qi deb tillasang, Qur'on o'qi deb usang, Qur'on o'qi deb qorong'iga solsang, u balga nisbatan Qur'on bir jazo. Sen mushunda qilish orqali ballariңga islomni, Qur'onni yomon ko'rsatyapsa, Qur'on desa balaning badani jug'uldaydigan. Şun ata-onamizni bir gapni olgandim. 3 kuni seni damullomga pirpiraymi, qassobqimi desa, bu 3 kun debdi, meni qassobga pirpiraydi. Chunki qassob bir qatim bo'g'izlaydi, oxunim meni 1000 qatim bo'g'izlaydi deb. O ayvas oxunim yodamning deb tillayotgan, haqoratlayotgan, uyga san urayotgan, tillayotgan. Ey, ma yangi zamon bo'yicha ballariň maktabda o'qisin. Qur'onni ballariňga Qur'onni söydü, Qur'ondagi qissalarni, vaqaliklarni, Allohning kalomi ekanligi, insoniyatning u dunyo baxt saodati Qur'on ekanligini bildi qarindishim. Yodal deb, ya bu Qur'onning nimaligini sen bilmaysan. Ya balang bilmaydi, ya bu ayoling bilmaydi. Faqat balangni shu zo'rlik bilan Qur'on yodozmoqchi. Shulan balang Qur'on bo'g'cha o'qish, bilim mushudan chiqib ketadi. Qur'onni yodaldi ya yodalanmaydi, o'qish deganda shunda uch bo'lib chiqadi. Bu to'g'ri emas, jinim qarindoshlarimiz. Shuning uchun ballalarim yaxshi o'qimaydi degan oldi bilan o'zingiz o'qing. Baldalaringizni endi turib o'qing. Uyingizda bir kitobxona qiling. Haftada bir kitob o'qiydi, kitob o'qish programmasi qiling. Oila uchun maxsus programmangiz bo'lsin. Yiziqliq bo'lsin. Men uyingizda ko'z ko'rday mundoq isib qo'ying. Qarab kitob o'qiymiz. Siz birga o'tirib o'qing. Ona siz birga turib o'tirib o'qing. Balni o'qa deb qo'ygan ana, dada, bal tarbiyalagan ana dada emas qarindoshlar. Shuning uchun qarindoshlarga deganim, sizlar agar mush o'qu degan oyat tushgan ummatga mansub bo'lmoqchi bo'lsanglar, kunda yarim soat o'zingiz kitob o'qing. Oyda oz deganda 2 kitob o'qing. Dada o'qisin, bola o'qisin, ona o'qisin. Ana lekin bolalaringizdan o'tirib kitob o'qing. Oilangizda kutubxona bo'lsin. Haftalik kitob o'qish programmasi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.